vazifamizni baho hisoblash tizimi. Hop, bularni уже o'qib chiqdim. Nima qilish kerakligini. Endi hop, kodga o'tirsam ham bo'ladi. Def birinchi funksiyani yozamiz. O'sha student qo'shadigan. Bizga kerak bo'ladi ismi va uni o'sha bahosi bitta tuple shaklida. Bitta rate deb qo'yaylik. Uni hozir o'zimiz o'zgartirib olamiz. Bitta bizga dict kerak bo'ladi, students degan. Students degan dict kerak bo'ladi bizga. Keyin bitta rating degan o'zgaruvchi olamiz. Mana shunga qo'shib keturamiz. Nimasini topish uchun? Average'ini topish uchun, o'rtacha bahosini topish uchun. Xo'p, o'shanda mana rate 4 ga sovuramiz. Int qilish uchun. Rate rating qo'shuv teng r. R har bitta aylanganda qo'shib keturamiz. Oxirida studentsga name bo'yicha qo'shamiz. Mana shu ratingni bo'lingan len nimaga? Rate'ga. Ya'ni rate'ni uzunasiga bo'lamiz. Ya'ni 3 ta bo'lsa 3 ga bo'lamiz, 4 ta bo'lsa 4 ga bo'lamiz. Mana shunaqa. Xo'p. Bo'ldi. Endi har bitta student chiqaradigan all students deymiz. Hop, bunga hech narsa kirib kelish shart emas. Bu shunchaki for ga soladi. Key value qilib in students deyman-da. In students items deyman-da. Keyin print deyman. Aytmoqchi. Mana bunaqa ham qolib ketibdi. Daraja. Darajaga bitta o'zgaruvchi olaman. Har bittasini tekshirishdan oldin agar valuesi katta yoki teng 90 bo'lsa, agar 90 balldan katta yoki teng bo'lsa, unda darajasini qilamiz a'lo. Xo'p, endi agar darajasi 70 dan baland bo'lsa, 70 ga yoki teng yoki baland bo'lsa va 90 dan kichkina bo'lsa, darajasini yaxshi qilib qo'yaman. Xo'p. Endi endi 70 dan kichkina qilamiz va 50 ga teng yoki katta qilamiz. O'shanda bu qoniqarli bo'ladi. Qoniqarli. Xo'p. Va agar 50 dan kichkina bo'lsa, unda qoniqarsiz bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi. Print qilamiz. F stringda ismi deyman. Shunaqami o'zi. Barcha talabalar ro'yxati deyman. Ism, o'rtacha va daraja. Xo'p, bu for tushishidan oldin bitta print qilib olaman. Barcha talabalar hamda ro'yxati. Hop. Ism.
aytmoqchi. K, ism bu K, daraja, yo'q, o'rtacha. O'rtacha bu valyusi va daraja dar. Xo'p, bo'ldi. Shu bilan endi asosiy shu kodni ishlatishga o'taman. While true input qilaman bitta. Inputda tanlovni kiriting deyman. Tanlovni kiriting. Xo'p, agar teng bo'lsa 1 ga aytmoqchi. Bitta podskazka berib qo'yish kerak 1 dan 3 gacha. Xo'p, agar 1 bo'lsa, unda chaqiramiz. Unda oldin ismini so'rab olamiz. Nima deyman? Xo'p, talabaning ismini kiriting deyman. Mana shuni copy paste qilsam, name teng input talabaning ismini kiriting. Xo'p, keyin rate teng input talabaning baholarini virgul bilan kiriting. Masalan bu. Xo'p, endi add student ga name qo'shaman. Rate splitini qo'shaman. Virgul bo'yicha. Xo'p, bu ishlaydi. Aytmoqchi. Bitta Aziz muvaffaqiyatli qo'shildi deyish kerak. Xo'p, mana shu joyda print qilamiz. Name muvaffaqiyatli qo'shildi. Muvaffaqiyatli qo'shildiga undov belgisi. Xo'p. Endi elif a teng bo'lsa 2 ga unda all students chaqiramiz. Bo'ldi. O'zi chiqib keladi. Elif a teng bo'lsa 3 ga break qo'yamiz. Va else continue qo'yamiz. Agar boshqa narsa bo'lsa continue qo'yamiz. Xo'p. Bo'ldi, endi ishlatib ko'ramiz. Xo'p, tanlovni kiriting. 1 o'quvchi talabaning ismi Aziz. Xo'p, Azizniki 90 85 92 90 85 92. Mana shu joyda mana int qilish kerak. Bo'ldi, endi o'xshaydi. Aziz 90 85 92. Aziz muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi ko'ramiz. Barcha talabalar ro'yxati. Ism Aziz, o'rtacha 89.0. Darajasi yaxshi. Mana, xuddi shunaqa. Endi Gulnoza. Xo'p, Gulnoza. Xo'p, buniki
52, 60, 55, 70. 60, 55, 55, 70. Gulnoza muvaffaqiyatli qo'shildi. 2 ni bosamiz. Mana barcha talabalar ro'yxati. Ana 61, 67 chiqishi kerak ekan. Menda ko'proq chiqib qopti. Ism Gulnoza, o'rtacha daraja qoniqarli. Agar boshqa narsani bosib yuborsa, boshqatdan bo'ladi. Bu